İgilirken almışam Birisi şince okşansın Birisi şince okşansın Kentelik bilen adem çırayı Sepişirken Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday ahvolingiz tinchlikmi? Men Mehmetcan Qurbandan minglarga salam. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan temam shu so'zlash haqida gap qilish. Ko'pincha bilamiz, bizning Uyg'urlarning maqol tamsilda ko'p so'z degan azor azidu ason degan gaplarni ko'p anglaymiz. Balki uning ilmiy asosi bordir, ammo vaqtga, sharoitga qarab yo'l tutmasak bo'lmaydi deb o'ylayman. Şunlaşqa bugün hem de şu erlerning so'zlash qobiliyati bilan ayollarning so'zlash qobiliyati qanday bo'ladi mush doktorlik jihatda azroq tushuncha beray deb o'yladim. Shunga qarindoshlarning meniki bu YouTube kanalimga a'zo bo'lib tarqatib qo'yishingizni umid qilaman. Undaqda bu erlar bilan ayollarning mingisining eg'irligidan boshlasak, erlarniki o'ttir hisobda 1500 gram etrafında bulundu. Ayollarning 1200 gram etrafında bulundu ki, elbette ekspreslik var. Bu otur hesapta. Ama bu çoğun kişilik qarab, bu iqtidarniki nachar tüven yakınız yukarı deb diagnoz koysak bulmaydı. Anandaki yan birisi, şu erler, dünyada er bulmak en tasmikin deb oylab qalma, bazımız yakın etrafındaki deyme. Nima uchun degan chaqda, hazır dünyada desek buludu bir hesapta şu roy besim bek küçük ketdi. Şuna hem de roy besim cihetlerdə şu roy sağlamlık doğrusunda mangımı WhatsApp'ta şundaq yaxşı fikirler kevatıdı roy sağlamlık doğrusunda yaxşı sözləvatsız, davamlıq sözləb bəsiniz degəndək mamı əzalarındaki fonksiyonlarını, iqtidarlarını degəndək sözləvatdım. Bunu kim sözləymə? Şu roy sağlamlık doğrusunu patpa sözləb durayda qoylavatdım. Deməkçi, hem de şu əmələ oxumuz köpünçə, əmisi deyən gep eməsə, köpünç ayallarının sözləş ixtarına yaxşı, köpünç ərlərindeki tövənərək, bu tuğmu qabiliyyət əmələdə, bunu demisəm bilimiz. Anından keyin bu roy besimni çıxırış usulü, məsələn, çoğun tərəddül kiçik tərəddül çıxarmısa, qandaq olmaz, şunu oxşaş, şu roy besimni çıxırıb etiş usulü ayallar mahir bo'ladi ekan. Masalan, gap qilib chiqiradi, yig'lab chiqiradi. Erlar yo'q. Erlar ko'pincha holda ichib yutiblar. Shuning bilan ichib yutgandan keyin ro'y besi eg'irlashib, shunga har xil kasallik alomatlari ko'rildi. Shunga men burun shu YouTube kanalimda erlarni tushunaylik, ayollarni tushunaylik deb ayrim YouTube psixologlarniki biz o'qipagandim, shuni shuni chaplab qo'ymay, qiziqadigan qarindoshlar olsa anglab baqsanglar bo'ladi. Demakchi hamda böyle buni anglab hamda ayollar bir xil o'ylab qolishinglar mumkin. Shunga hamda mening demoqchi bo'lganim to'g'ri tushunaylik, to'g'ri tushunish ham muhim deymiz-ku. Shunga erlarning ham unda qolayligim bor ekanda deb men bay degan YouTube'ni ko'rib baqsanglar bo'ladi. Shunga hamda shu so'zlash qobiliyati kelgan chaqda ba'zi yerler anlap qalmaz hamda ayollarning og'zidan bu erlarning voy akishini ko'p gap qilamdi degan gaplar anglaymiz. Amaliyotda ko'p gap qilib berish bizning mingimizga nihoyat foydali ekan. Bu statikalarda bor ekan, bo'libmi o'qituvchilar niki mingi yenglash kasalligiga nihoyat oz ko'rildi ekan. Demakchi so'zlab bersa shunchalik mingini g'idiqlab bizniki hormon ajratib chiqarish har xil nimalarga bek foydali ekan. Şunlaşqa şu erlarni azroq tushunib, masalan, uydimi ko'pincha erlar mana shundaq oz gapirganlar ko'p, ammo mundaq yig'ilishlar bo'lamdi. Erlar o'taganda ayollar anda quvonchaqda chuqur gaplar yana bir chiqdi. Demakchi bizning so'zlash qobiliyatimiz nihoyatda sal ayollarni solishtirgan chaqda ko'p nacharlik ekan. Shunga mushto'g'irlik hamda ondan keyin şu mingimizga kelsak, bay degandek, mingimizning tuzilish jihatda şu o'ng ming bilan so'l mingni o'qimiz, şu
o'ttirsida mingning o'ttirsida bir ko'rik bo'ldi ekan. Tutashtirdi-da ko'rik bo'ldi ekan. Men buludi ham o'zim minglarni tutib operatsiyalar qilib degandek bolalarni yaqin vaqtimizda praktik qildirish seriallarida jiq ko'ygan. Shu 2000ning o'ttirsida bir ko'rik bo'ldi. Shu ko'rikniki ko'rik orqali o'ng mingli so'l mingga signal yetkazib turdi. Ayollarniki to'maroq bo'ldi. Erlarning inchik bo'ladi ekan. Anda xoniki bu signal yetkazishi ayollarniki shunchalik tez bo'ladi ekan. Erlarning sal osta bo'ladi ekanda o'ng ming bilan so'l mingniki o'zaro bir-biriga xabar yetkazishi. Shunga oddiy misol aytgan chog'da shuna qiziqarli ishlar borki, masalan nas kerak setib chog'da ko'pincha ayollar shunchalik vaqt sarf qiladi. Shu nas kerak setish orqali o'zining ro'ybasini chiqardi ekan. Bu ayollarniki masalan bir narsa olmoqchi bo'lsa, shu narsani shu zamon ko'ygandan keyin butunlay o'zining uydagi kiyimlar bilan moslashtirib shu birdamdan ichida shunaqa qilib ketganda, shunga ayollar ko'pincha holda ko'p ayollar shunday qilib atrofida anglab turmiz. Kiyim setib olish, shunaqa narsa kerak setib olishlar pek amroq keladi. Erlar endi misol boy deganda ko'rikimiz pek tor ekan-ku, cho'ng minglar o'ng minglar so'l mingni tutashtirgan. Anda bo'lgandiki signal osta deymizmi bir hisobda. Endi o'zim endi bu anatomiyadan o'rgangandan keyin tushundim. Undan keyin shu erlar bilan ayollarning tush ko'rishi bu ajoyib bo'ladi ekan. Buni keyin bir qiziqarli program qatorida bir ishlaydi deb o'yladim. Shu erlar asosan shundoq mavhum bo'lib boqmagan ishlarni bir tushadi ekanda ko'pincha erlar. Ayollar shu atrofdagi ishlarni, oilasining ishlarini, atrofdagi ishlarni tushadigan ishlar ko'p bo'ldi ekan. Demakchi ham shu mingimiz to'g'risida so'zlash orqali shu erlarni bo'libmi hozirgi vaqtda to'g'ri Xitoy virusida uyda o'tirib ketyapmiz, uyda o'tirib ishlayotganlarmi bor. Albatta shu uyda odam yeb ketadi deydigan gaplarimiz bor. Bo'libmi endi ko'pincha ayollarga uy o'tirib qilish bek zerikishlik bilmaydi. Ko'pincha erlar uyda o'tirsa ham ichib titilab ketadigan ahvollar bo'ldi. Shunlashqa ayollar erlarni tushunib bo'lsa, erlardami bor cho'qim masala. Shunlashqa erlar ayollarniki jiqqa yaqildim deganlarni bir yoqqa qayirib qo'yib, tug'ma ahvol ekanda doktorchilikda mushtaq tushundirdi ekan, undan keyin tug'ma bo'ldi ekan degan o'ylab o'zaro tushunish hosil qilsak, tag'imdim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Men pandemiyaning bo'lishdan burun ona tilga bizim yana ona tilga birinchi yillarda dars berdim. Shulardan bir kun so'rab baqdim. 20-30 yaqin bolalarım batdı. Ulardan o'yinlar kim en ko'p gapirdi desam, apmeza vaqadi ko'pincha o'ylar. Demakchi bu hamda u ayollar ko'p gapirdi degan gap emas. Bu amal yo'q ishlar, tabiiy ahvolda tushunsalar bo'ladi ekan. Tug'ma deymizmi? Buni manda qilgan materiallardan aqtirib baqdim. Burunqa shu insonlar yangi paydo bo'lgandan tortib shu tarixiy borkamda masalan erlar sirtda hayvonlarni ovlab ayollar uyning ishini qilib deganda bu boshqa ayollarning xarakteri erlarning xarakteri har xil tahlillar borkamda shu jihatlarni hamda shunga nisbatan ayollar uyning ishlarini shunday ushshaq ishlarni qiladi. Andan keyin shu yeranda bir dabbiras atrofimda yaman ko'p bo'lib ayollardan ko'p anglayman. Untiga qilib ketdim mushkullarda deb 40 ni eshib bundoq bo'ldim, 50 ni eshib bundoq bo'ldim. Untiga qilib ketdim deydiganlar ko'p. Amaliyotda bu normal ahvol. Nima uchun desanglar, uyning ushshaq ishlarini qilgan, masalan, erlar ashna ushshaq ishlarni qilsa, erlar mashna bo'lib ketadi. Shunlashqa bu tabiiy ahvol deb tushuninglar. Bu shu bir hisobda untiqaqlik kirmaydi bu herkes. Endi shunga mush jarayonda mamamning tuzilishini azroq so'zlash jarayonida mushum esim kelib qoldi. Qo'shim chiqib so'zlab qo'yay dedim. Andan keyin buning keyindan endi bizning badanimizga qiziqarli ishlardan bir necha so'zlab beray. Buldamsa bugun mushunchalik so'zlab turay. To'g'ri tushuninglar bu leksiyamni. To'g'ri tushunsanlarmi bo'pti. Menga komment asta so'z qoldirib qo'ysanglar bo'ladi, o'zaro fikrlashsak bo'ladi. Buldamsa hammalarning har vaqti xayrlik bo'lsin, xayr xo'sh. Odam badanidagi ajoyiblar
Yaponchadan tarjim qilindi. Bugun shu 5 tilni deb beray deb o'yladim. Birinchi, odamning ming'isi ajratib chiqaradigan tok kuchi kichik lampochka, ya'ni kelib 15 wattdan 25 wattgacha lampochkani yondira oladi ekan. Ikkinchi, odamning so'ngiki 10 yilda bir yangilanib turadi ekan. Uchinchi, odamning jigirini 75% kesib o'tgandan keyin o'z asliga kelish iqtidori nojiz bo'lib, o'z asliga kelib yaxshi bo'lib ketadi ekan. To'rtinchi, 5% odamniki qonning rangi oltin ranglik, ya'ni sariq ranglik bo'lib, ajoyib alaylik ega ekan. Bo'libmi qizil qon hujayrasining ustida antigen yo'q bo'ldi ekan. Antibody, antigen deymiz-ku, antigen yo'q bo'ladi ekan. 100% antigen yo'q bo'ladi ekan. 5-chi, odatda qo'rg'i 24, o'ngda 12, so'lda 12 bo'lsa-mu, ammo 5% odamning, bo'libmi ayollarda ko'proq uchraydi ekan, ko'p bo'ladi ekan. Yana 25 tal yoki bo'lsa 26 tal bo'ladi ekan. Rahmat, hamsa qarindoshlar, a'zo bo'lib tarqatib qo'yishinglar umid qilmayman.